Taniqli aktrisa Muqaddas Xoliqova haqida shoshilinch xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Otasi bilan bog'liq armoni va 3 marta o'lim bilan yuzlashgan Muqaddas Xoliqova haqida tezkor xabar. O'zbek teatr va kino san'atining taniqli vakili. O'zining rang-barang obrazlari bilan tomoshabinlar ko'nglidan joy olgan O'zbekiston xalq artisti Muqaddas Xoliqova 14-aprel kuni 66 yoshni qarshiladi. San'atdagi ko'p yillik faoliyati davomida 100 dan ziyod rollarni ijro etgan aktrisa nafaqat ijodda, balki hayotda ham murakkab va mazmunli yo'lni bosib o'tgan. Muqaddas Xoliqova 1960-yil 14-aprelda Toshkent shahrining Olmazor tumanida tavallud topgan. Oilada kenja farzand bo'lib, uning bir nafar akasi bor. Aktrisa bolalik chog'lari juda sho'x bo'lgani, hatto har 2 haftada onasi u sindirgan deraza oynalari uchun maktabga pul to'lashga majbur bo'lganligini eslaydi. Shunga qaramay Muqaddas Xoliqova fanlarni yaxshi o'zlashtirgan va darsdan so'ng teatr to'garagiga qatnashga ham ulgurgan. Maktabda yaxshi o'qirdim, imkon qadar 3 baho olmaslikka harakat qilganman. Darslardan keyin to'garakka borardim. Ba'zan darslarim ko'payib ketsa, to'garagim borligi esimdan chiqib qolardi. Gohida esa charchab uyga ketib qolardim. Bir kuni to'garakda spektakl topshirishimiz kerak ekan. Shunda to'garakdagilar maktabimni, direktorimni topib, meni so'rab kelishibdi. Direktorimizning o'zi meni qidirib topib, spektaklim borligini aytib, darsdan chiqarib yuborgan. Shu bilan hamma sinfdoshlarim teatr to'garagiga borishimni bilib qolishgan. O'sha kundan to maktabni bitirgunimcha aktrisa bo'lasanmi? Seni u yerga olishmaydi. Bo'yingning uzunligini qara deb ustimdan kulib yurishardi. 9 yoshimda otam vafot etgan. Onam 32 yoshida beva qoldi. Men 12, akam 16 yoshligimizda ammam, dadamning opasi onamga sovchi topib kelgan. Ichkari uyda hamma yig'ilgan. Fotiha bo'layotgan paytda tashqaridagi kichkina zinada akam ikkimiz o'tirganmiz. Akamdan bu kishini endi dada deymizmi deb so'rasam, akam, jinnimisan? U odam bizga dada emas-ku dedi. Ikkimiz shunday gaplashib o'tirgan joyimizda onam nimadir bilan choynakni ko'tarib oldimizdan o'tib qoldi. Biz aka-singil buni sezmay qolibmiz. Onam esa gapimizni eshitib qolgan ekan. So'ng ammamning oldiga kirib, qayta turmushga chiqmasligini aytib, Fotihani qaytarishni so'ragan ekan. Onam o'z hayotini o'ylamay, 2 farzandining o'gay ota qo'lida qolmasligini tanladi. Biz o'sha paytda yosh bo'lganmiz. Onam turmushga chiqmay, yonimizda qolganidan faqatgina xursand bo'lganmiz. Otamni yo'qotganimizdan so'ng qiyinchilik ko'rganimizni bilmayman-u, lekin onam bilan erta tongda turishlarimiz yodimda. Men yarim mudroq holatda qo'limni yog'lab, pirashka tugardim. Onam esa ularni qovurardi. Soat 8 bo'lgunga qadar bir tog'ora pirashka tayyor bo'lardi. So'ng ularni sotardik. Har kuni savdomiz yaxshi bo'lardi. Qaysidir kuni pirashka sotadigan joyimda reyd bo'layotgan ekan. Boshida buni bilmabman, lekin mardikorlar u yoqqa tushma qizim, oblava bo'lyapti deb baqirishdi. Men oblava nimaligini so'rasam, ular militsiya quvlayapti, hammamiz qochyapmiz, bo'lmasa ushlab ketishadi deyishdi. Bu gaplarga parvo qilmay, tog'oramni yerga qo'yishim bilan bir formali odam keldi-yu, kechasi bilan uxlamasdan tayyorlagan pirashkalarimni tog'orasi bilan ag'darib, yerga sochib yubordi. So'ng alyuminiy tog'oramning ustiga etigi bilan tepib pachoqladi. Shunda uning yuziga qarab, nimaga pirashkalarimni tuproqqa buladingiz? Sotmagan taqdirimda ham 3 kun yerdan bularni, 3 kun qornim to'yardi-ku deganman. Haligacha o'sha odamning qilgan ishi ko'z oldimdan ketmaydi. Dadam yurak barogi bo'lgani uchun tez-tez shifoxonaga yotib davolanardi. Bir kuni ularning ko'rgani borganimda shifoxona oshpazining kuchiga tuqqanini, agar ertaga ham kelsam, bittasini menga berishlarini aytdilar. 8 yoshli qizcha edim. Ertasi kuni bir o'zim kasalxonaga borib, kuchukni oldim-u,
Dadamning oldiga kirmay, xabar olmay uyga qaytib ketibman. Yillar o'tgandan keyin o'zim ham farzandli bo'ldim. Bir kuni xonada o'tirsam, bolam men tomonga kelayotib, so'ng o'z xonasiga burilib ketganida, otamning o'shandagi ahvoli qanday bo'lganligini beixtiyor o'yladim. O'shanda dadam mendan xafa bo'lgan ekan. Bu narsa keyinchalik menga katta armon bo'lib qoldi. O'sha kuchuk bilan tushgan rasmim ham bor. Har safar uni ko'rganimda shu armonim yodimga tushaveradi. Maktabni bitirgach, Muqaddas Xoliqova teatr to'garagidagi ustozi yordamida teatr institutiga hujjat topshiradi. Garchi tengdoshlarining gaplaridan so'ng o'ziga bo'lgan ishonchi biroz so'ngan bo'lsa-da, imtihonlardan muvaffaqiyatli o'tib, o'qishga qabul qilinadi. Teatrga kelib ijod qilishimga tog'amning o'g'li Shoabzal aka sabab bo'lgan. U inson sahna ustasi edi. Shoabzal aka Bahodir Yo'ldoshevning oldiga borib, "Jiyanim san'at yo'nalishini tamomladi. Bir ko'rasizmi?" deganida, Bahodir Yo'ldoshev buyuk inson oddiy sahna ustasining gapini yerda qoldirmay, "Mayli, eshitib ko'ramiz, olib keling" degan ekan. Meni ko'rgan kunining o'zidayoq kelajagi bor ekan. Faqat oldindagi 4 ta tishini almashtirsin degan. Chunki u paytda tishlarim tilla edi. Tan olish kerak, rahmatli Bahodir aka hech bir kibrsiz inson bo'lgan. Hattoki bir ustaning gapiga quloq solib, ko'rikdan o'tkazgan. Aktrisa san'atdagi 30 yillik ijodi davomida 100 ga yaqin xarakterli obrazlarni yaratdi. Dramaturg Erkin Xushvaqtov aynan unga bag'ishlab yozgan Ko'ngil spektakli 500 marta, Andishali kelinchak esa 1000 marta sahnaga qo'yildi. Tanlagan kasbimdan topganlarim o'zimniki-yu, yo'qotganlarim meniki emas ekan. Boy berganlarimga achinmayman. Aslida juda kech turmushga chiqqanman. Sababi o'zbek millatida san'atkorga nisbatan qarashlar nozikroq bo'ladi. Shuning uchun san'atni tushunadigan insonni kutganman. Har kuzda arava bilan uyga bozorlik tashib, mahalladan o'tardim. Shunda qo'shnilarim, "Ha Muqaddas, arava yetaklab qolibsan, to'y boshladingmi?" deyishardi. Men ham bo'sh kelmay, "Ha, o'zim boshlamasam bo'lmas ekan" derdim. Kuniga 2 tadan kelin salom, challari tadbirlarim bo'ladigan, qo'l-qo'lga tegmaydigan darajada band, syomkalarimiz ko'p bo'lgan payti qizil Jigulimiz bo'lardi. Shunaqangi barakali avtomobil ediki, turmush o'rtog'im menga qulay bo'lsin deb bir tugma bilan oynasi tushadigan, yana bir tugma bilan yukxonasi ochiladigan qilib bergan edi. Hozirgacha o'sha qizil avtomobil menga 38 yoshimning eng chiroyli onlarini eslatadi. Tengqurlarimning hammasida Matiz, Nexia bo'lgan paytda men rahmatli xo'jayinimga hech bo'lmasa bitta Zaporoj olib bering derdim. Ular esa Zaporoj bo'lmaydi, tez qizib ketadi. Jiguli olib beraman deganlar. Bir safar go'sht olish uchun chiqqan joyimizda mashina bozoriga borib, bir qizil Jigulini ko'rib, shu mashinani olamiz deb turib oldim. Uni $1000 olgan bo'lsak, ta'mirlashga $3000 sarflaganmiz. Aslida bu pulga bemalol Matiz olsa bo'lardi. Lekin biz o'sha mashinani 10 yil davomida mazza qilib minganimizdan so'ng sotib yubordik. Kasbiy muvaffaqiyati ortidan moliyaviy erkinlikka erishgan aktrisaning hayotida birin-ketin og'ir judoliklar yuz bera boshladi. Yo'qotishlar uning sog'lig'iga ham salbiy ta'sir ko'rsatmay qolmadi. 2010-yilda akam va onamni yo'qotganimda infarkt bo'ldim. Keyin to'satdan turmush o'rtog'imning ko'zlari ko'rmay qoldi. O'shanda siqilib infarkt bo'ldim. 3-xurujni dadasi o'tganlarida boshidan kechirdim. Men ko'nikuvchan, sabrli odamman. Bunaqa narsalarga hayotga nolimasdan qarayman. O'zimcha o'ylayman, sabrim hayotimdagi eng katta yutug'imdir deb aktrisa. O'lim rosa yaqin, zo'r narsa. Kasal bo'lib yotganimda buni yaqqol his qilganman. Qaytkim kelmagan, ko'zimni yumganman, ketganman. Tushimmi yoki xayolim anglab yetolmay qolganman. To'satdan kelinoyimning rahmatli onasi kelib, shuncha ishi bor-u, buni yotishini qara degan. Rahmatli onam ham tur o'rningdan degan gaplari boshimga kelib, opa charchadim, bir pas dam olay deganman. Shuni orasida kelinoyimning onasi kelib, tavba, cho'zilib yotishini deganida ulardan uyalib ko'zimni ochganman.
Ancha paytgacha bu tushmidi yoki 10 kunmidi tushuna olmaganman. O'shanda nimagadir ketkim kelgan, lekin men aytamanki, o'lim rosa oson ekan. Faqat Allohim yotqizdirmasdan, termiltirmasdan yelday kelib selday olib ketsin. Yotib qoladigan bo'lsangiz, bolalaringiz qaraydi. Lekin qachon ketarkan degulik qilmasin. Shu narsa yuragidan o'tmasin deb niyat qilaman. O'lim haq, hech kim o'lgisi kelmaydi, yashagisi keladi. Xayolida o'ylaydi, mendan keyin odamlar qiynalib ketadimi? Qiynaladimi? Yo'q, sendan keyin hayot davom etadi. Odamlar yashayveradi. Shunga odam ko'nikishi kerak. Shundagina chiroyli ketasiz. Bir kuni qizlarimiz, nevaralarimiz hammamiz dasturxon ustida o'tiribmiz. Shu payt dadasi bir cho'chigandek bo'lib, chiroq o'chdimi dedilar. Yo'q dadasi desam, ko'z ketibdi dedilar. Shundan so'ng hech narsani ko'rmay qoldilar. Qizlarim o'tirgan joyida yig'lab, joyidan turib ketdi. Lekin o'sha odam bizga og'irligini tushirmaslikka harakat qilardi. Zaldan oshxonaga, hojatxonagacha necha qadam ekanligini sanab chiqardilar. Biz ishga ketganimizda ovqatlarini o'zlari yeb, oshxonaga olib borib idishlarini yuvib qo'yardilar. Gohida bunday ishlarni sog' odam qilmaydi. Yeydi, qo'yadi, ketadi. Ular juda ham ozoda inson edilar. Qaynonam rahmatli, Adham bilan rosa qiynalasiz, rosa ozoda bu derdilar. Ko'zlari ojiz, birinchi guruh nogironi, lekin menga mana bu ishni qilmabsan, changni artmabsan derdilar. Bir kuni dadasi sizning ustingizdan yozib beraman dedim. Nimaga dedilar? Birinchi guruh nogironiman deb pensiya olasiz, lekin mana shu changni ko'ryapsiz dedim. Ikkalamiz ham kulib yubordik. Biz shunday yashardik. 34 yil yashagan bo'lsak, biror marta qattiq urushmaganmiz. Chunki shunaqa vaziyatlardan hazil-huzul bilan chiqib ketardik. Yo'qotishlar meni sabrli qilishga, insonlarning qadriga yetishga o'rgatdi. Odamlar bilan gaplashganda go'yo bugun oxirgi marta gaplashayotgandek bo'lish kerak ekan. Shunda xatoga yo'l qo'ymaysiz. Men ko'pincha dilozor bo'lganman. Qaysarligim va jahldorligim tufayli odamlarning ko'nglini ko'p qoldirganman. Inson jahlining jilovlay bilishi shart ekan. Yaqinlarim o'tib ketganidan keyin bildimki, hamma bir-birini avaylab yashashi kerak ekan. Bugungi kunda Muqaddas Xoliqova 3 nafar qiz farzand va 7 nabiraning sevimli buvisi hisoblanadi. Aktrisaga ijodiy zafarlar hamda muvaffaqiyatlar tilab qolamiz.